Musofirga yurtga chiqishda maqsadimiz yaxshi yashash uchun yoki farzandlarimiz yaxshi yashash uchun degan niyatimiz bo'ladi-ku, yoki kimdir so'rasa nimaga ketyapsan desa, hayotimni yaxshilash uchun, yaxshiroq pul topib yaxshi yashash uchun deymiz-ku. Farzandlarim uchun, oilam uchun deymiz-ku. Aslida yolg'on. Siz farzandlaringizda uzoqdaligingizda yoki ayolingizdan, ota-onangizdan uzoqdaligingizda ularning hech qaysi baxtli emas. Hech qaysi bundan xursand bo'lmaydi aslida. Farzandlaringiz sizni sog'inadi, ayolingiz, ota-onangiz sizni sog'inib yig'laydi. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'q men